Assalomu alaykum milliy sertifikatchilar. Bugun sizlar bilan biz 8-savolni tahlil qilib chiqamiz. Xo'p. Gunohlardan chiqsa jahling agar jazolashda sabr et, bu yaxshi hunar. Ikkinchisi, qanotni qo'lga kirita olsang ey dil, orom dunyosida o'zing sarva bil. G'arroziy so'ziga quloq solmagil, agar so'zlasa ko'p chuqur o'ylagil deyapti. Uchtovsini endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, sodda yasama fe'l bo'lish uchun la, lan degan qo'shimchalar bo'lishi kerak edi. Lekin uchoviga ham ko'rganda ham unaqa qo'shimchalar yo'qligi uchun shunday sodda yasama fe'l chiqib ketadi. Bu mana la va lan yozib olamiz o'zimiz uchun. Sof fe'l mana chiqsa, nima qilsa chiqsa, olsang nima olsang o'sha mana kirita olsang qalin nima fe'lga kelyapti. Solmagil nima solmagil quloq solmagil nima qilmagil quloq solmagil bo'lgani uchun sof fe'lni olamiz. Hop, ikkinchi shaxsdagi gunohkorlardan chiqsa jahling agar kimga aytyapti? Senga o'sha jahling chiqsa kimga? Senga degandaqa bo'lyapti. Bu ham ikkinchi shaxs bo'lyapti. Qanotni qo'lga kirita olsang ey dil kimga? Unga senga bu ham ikkinchi shaxsda bo'lyapti. So'zga quloq solmagin, agar so'zlasa ko'p, chuqur o'ylagil deyapti. So'zga kimga? Sen u ham ikkinchi shaxsda bo'lyapti. Xo'p, endi ikkinchi shaxsni ham olamiz. Buyruq maylidagi fe'l. Buyruq birinchisida gunohkorlardan chiqsa jahling agar jazolashda sabr et, bu yaxshi hunar deyapti. Bu ham nimada jahli buyruq berayotgandaqa bo'lyapti. Ikkinchisida ham buyruq bor. Qanotni qo'lga kirita olsang ey dil, orom dunyosida o'zing sarvar bil. Mana she'riga buyruqdaqa berayotgani uchun buyruq maylidagi fe'l. Mayli so'rayapti. Unaqa o'ta ham qattiq buyruq emas, oddiy buyruqdaqa beryapti. Uchinchisida g'arazgo'y so'ziga quloq solmagin, agar so'zlasa ko'p, chuqur o'ylagil. Bunda ham buyruq bo'lyapti. Shuning uchun biz buyruqni hammasida borligi uchun oldik va javob 2, 3, 4 ni oldik.